Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, qadrli guruh a'zolari. Bugun sizlarga Janubiy Koreyada va Yaponiyada yetishtiriladigan uzumlarni va ularni yetishtirish sir-sanoatlarini va ularni qanday yetishtirilishi haqida va Janubiy Koreya va Yaponiyada yetishtiriladigan uzum navlari bilan video efirlarimizda tanishtiramiz. Bugungi birinchi mavzumiz Yaponiya va Koreyaga bag'ishlanadi va ularning uzum bog'lariga siz azizlarni taklif qilamiz. Yetishtiriladigan uzumlarni oddiy dehqonchilik yoki bog'dorchilik natijasi emas, balki u juda ko'p mehnatning va juda ilmga yondashuvning va aql shuurga bag'ishlangan bir holatni ko'rasiz. Yaponiya va Janubiy Koreyada uzum yetishtirish bu uzoq tarixga va uzoq an'analarga borib taqaladi va san'at vositasiga aylantirilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Azizlar, bugungi video mavzumiz Yaponiya va Janubiy Koreyada yetishtiriladigan uzumlarning qanday va qay usullarda yetishtirilishi va ularni O'zbekiston sharoitida bizni bog'bonlarimiz, bizni uzumchilarimiz O'zbekistonda ham yetishtira olishimizni o'rganish va shunga qandaydir yordam berish maqsadida siz aziz tomoshabinlarga bugungi video mavzumizni birinchi qismini bag'ishlaymiz. Salomat bo'ling. こんにちは。 Oilangiz salomat, hayotingiz munavvar, ishlaringiz barakali bo'lishini tilagan holda, sizlar bilan Yaponiya va Janubiy Koreyada premium sinfiga mansub uzum navlarini yetishtirish amaliyoti haqida gaplashamiz. Bu mamlakatlarda uzum juda qadim zamonlardan buyon yetishtirib kelinadi va bu sohada katta tajriba to'plangan. Zamonaviy uzumchilikda issiqxonalarda yetishtirish, tomchilatib sug'orish, biopreparatlardan foydalanish hamda uzumning barg yuzasini qat'iy nazorat qilish tizimlari qo'llaniladi. Yaponiyada mashhur uzum navlari ko'p. Shulardan biri Kyoho uzumi. Bu navning meva donalari yirik, toq binafsha, ba'zan esa qora rangga yaqin bo'ladi. Qand miqdori yuqori, ta'mi shirin. Shu sababli Kyoho uzumi Yaponiyada ham, boshqa mamlakatlarda ham keng ommalashgan. Kyoho asosida yaratilgan pion navi ham yirik va shirin meva donalari bilan ajralib turadi. Yana bir mashhur nav Shayn muskat. Bu uzum yirik, qarsillaydigan, muskat iforli mevalari bilan mashhur. Ajoyib ta'mi, yuqori sifati va uruksizligi tufayli Shayn muskat bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida yetishtirilmoqda va bozorlarda katta talabga ega. Ruby Roman Yaponiyaning eng noyob va qimmatbaho uzum navlaridan biri hisoblanadi. Standart talablarga ko'ra, uning har bir meva donasi kamida 20 gram vaznga, qand miqdori esa kamida 18 Brix darajasiga ega bo'lishi shart. So'nggi yillarda Sunshine Red navi ham chiroyli rangi va yuqori qand miqdori tufayli tijorat jihatidan muvaffaqiyatli navga aylandi. Bugungi mavzuni Shayn muskat uzum navidan boshlaymiz. Ushbu nav shingillarning o'rtacha hajmi, yirik va uruksiz meva donalari, yaxshi ta'mi va muskat ifori sababli dunyoning turli mamlakatlarida juda mashhur. Mevalarning ta'mi ayrim hollarda shaftoli yoki mangoni eslatadi. Shayn muskat navi 1988-yilda Yaponiyada yaratilgan bo'lsa-da, faqat 2006-yilda rasmiy ro'yxatdan o'tkazilgan. Dastlab bu nav eksport uchun mo'ljallanmagan edi. Patent masalasiga vaqtida e'tibor berilmagani sababli bu uzum ko'chatlari tez orada Koreya va Xitoyga tarqaldi. Natijada Koreyada yetishtirilgan uzum Koreya Shayn muskati nomi bilan eksport qilina boshlandi. Shayn muskat mevalari uzum yetishtirilayotgan hudud iqlimiga qarab, odatda avgust oyining oxirlarida pishib yetiladi. Shingillari silindirsimon shaklda, vazni o'rtacha 500-600 grammni tashkil etadi. Pishganida meva donalari yashil rangda bo'ladi. Bu navli uzum polietilen plyonka bilan qoplangan issiqxonalarda yetishtiriladi. Yuqori sifatli va bir xil hajmdagi hosil olish uchun muhim agrotexnik tadbirlar amalga oshiriladi. Bular qatoriga novdalarni me'yorlab siyraklatish, barglarni bir necha marotaba siyraklatish, ortiqcha yosh novdalarni olib tashlash, shingillardagi meva donalarini siyraklatish hamda umumiy hosilni me'yorlash kiradi. Ayniqsa, bir kozdan chiqqan 2 va 3 yosh novdalarni olib tashlashga alohida e'tibor beriladi.
Bu orqali uzum kuchini faqat hosil beradigan novdalarga yo'naltiriladi. Foydali ma'lumot sifatida shuni aytish kerakki, uruksiz uzum navlarida ham meva donalari ichida mayda rudimentlar bo'lishi mumkin. Ular uzum naviga qarab turli shaklda, yumshoq va deyarli sezilmaydigan bo'ladi. Uruksiz uzumlar 4 ta sinfga bo'linadi. Birinchi sinf rudimenti 6 mg gacha, ikkinchi sinf rudimenti 10 mg gacha. Uchinchi sinf rudimenti 14 mg gacha, to'rtinchi sinf rudimenti 14,1 dan 1 mg dan yuqoridir. Yaponiya seleksiyasiga mansub giyoho uzumining meva donalari 14-18 gram. Qand miqdori 20% gacha yetadi. Giyoho navidan premium hosil olish uchun ham shayn muskat singari novdalar va hosil qat'iy me'yorlanadi. Shingillarni siyraklatish orqali meva donalarining tekis pishishi va maksimal hajmga yetishi ta'minlanadi. Yaponiya va Janubiy Koreyada yirik va uruksiz mevali uzum yetishtirish maqsadida gibberellin preparatlaridan foydalaniladi. Birinchi ishlov gullash davrida uruksizlikni ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Ikkinchi ishlov esa 10-14 kundan keyin meva donalarining hajmini oshirish maqsadida o'tkaziladi. Agronomlar gibberellinlardan me'yorsiz foydalanish uzum sifatiga salbiy ekanligini yaxshi biladilar. Shu sababli konsentratsiya va ishlov muddatlariga qat'iy amal qilinadi. Hurmatli birodarlar, Yaponiya va Janubiy Koreyada uzum yetishtirish bo'yicha qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat. Bu mavzu juda keng bo'lib, tajriba almashish va chuqur o'rganishni talab qiladi. Bugungi mavzu siz uchun foydali bo'ldi, degan umiddamiz. Barcha yaxshi amallaringiz va ishlaringiz barakotli, manfaatli bo'lsin. Uzumchilik mavzusidagi ikkinchi video darsda omonlikda uchrashaylik.